Juda ko'pchilik sehrni qiluvchisiga qaytarib berishni yoki shuni yo'lini topib berishni so'raydilar. Qaytarma sehr bilan bo'ladi. Sehrga sehr bilan javob berish shar'an harom hisoblanadi. Hatto dindan chiqaradi. Iymonni boy bermaslik uchun bu ishga qo'l urilmaydi. Ammo boshqa bir shar'iy bo'lgan zulm qilgan zolimni daf qiladigan sir Alloh ismlaridan biriga yashirilgan. Qutbul Irshod nomli kitobda kelishicha, quyosh chiqayotgan vaqt bir nayza bo'yi bo'lgach 2 rakat nafl namoz o'qiydi. Birinchi rakatiga Alam taro kayfa surasini 25 marotaba o'qiydi. Ikkinchi rakatiga esa Tabbat yada surasini 25 marotaba o'qiydi. Namozdan forig' bo'lgach sajdaga bosh qo'yib 100 marotaba Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astag'ith deydi. Shundan so'ng har kuni Ya Naqiz ismini 6700 marotaba o'qiydi. Alloh o'z fazli bilan zolimni xor qiladi.